Bugun men sizlarga matkani ko'tarishga yordam beradigan eng oson va eng foydali mashqlarni ko'rsataman. Videoda ko'rsatgan mashqlarimni har bittasini 30 martadan har kuni ertalab bajarishingizni tavsiya qilaman. Mashqlarni ko'rsatish bilan bir vaqtda sizlarga matka tushishini belgilarini sanab o'taman. Qindan havo chiqishi, matkani ishib ketishi, hayz vaqtida pastki bel og'rig'i, ich qotishi va gemoroy. Matka tushishini eng katta ikkita sababi bor. Birinchi sabab tug'ruq va homilani vesi katta bo'lishi. Ikkinchi asosiy sabab bo'lsa bu og'ir ko'tarish. Agar men sanab o'tgan belgilarni hech bo'lmaganda bittasi sizda kuzatilayotgan bo'lsa, aynan shu mashqlar yordamida matkangizni ko'tarib olishingizni maslahat beraman. Bu mashqlar faqat matka ko'tarishga emas, oyoq, son va bo'ksalar ozishiga ham yordam beradi. Eng asosiysi xohish va harakat. Umuman olganda 90% ayollar tug'ruqdan keyin tushkunlikka tushib qolishadi. Bunaqa tushkunlikka tushishi, ya'ni depressiyaning eng asosiy sabablari tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn, qomatni buzilishi, atyoqlar, osilgan qorin va unga tushgan izlar, homiladorlik vaqtida intim zonalarning qorayishi, yuzga dog' tushishi va eng yomoni jinsiy a'zoni kengayib ketishi. Lekin bu muammolarni o'ylab tushkunlikka tushib o'tirishdan foyda yo'q. Aytganimdek xohish va harakat hammasini hal qiladi. Bitta qilib aytganda, agar siz qiz boladay bo'lmoqchi bo'lsangiz, meni mahsulotlarim sizga yordamga keladi. Menda butun tanani ozdiradigan, atyoqlarni ketkazadigan kofe bor. Osilgan qorinni ketkazadigan eng zo'r sifatdagi premium korset, tanangizga tushib ketgan izlarni ketkazadigan rastiyashka krem, intim zonalarni qorayishlari, yuzdagi dog'larni ketkazadigan krem, qin toraytiradigan videlin va noxshikitni butunlay yo'q qiladigan mahsulot. Siz meni original mahsulotlarim bilan qiz boladay bo'la olasiz. Men sotuvga qo'ygan mahsulotlarimdan 10 mingtadan oshiq klientlarim foydalanib natija olib bo'lishdi. Bu natijalarni va otizlarni har bittasini aynan shu kanaldan ko'rib o'qib chiqsangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa yoki qaysidir mahsulotimizni zakaz qilib ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegram lichkamga yozsangiz bo'ladi. Videoda ko'rsatgan mashqlarimni bo'lsa har kuni qoldirmasdan bajarish esingizdan chiqmasin. Bugun men sizlarga matkani ko'tarishga yordam beradigan eng oson va eng foydali mashqlarni ko'rsataman. Videoda ko'rsatgan mashqlarimni har bittasini 30 martadan har kuni ertalab bajarishingizni tavsiya qilaman. Mashqlarni ko'rsatish bilan bir vaqtda sizlarga matka tushishini belgilarini sanab o'taman. Qindan havo chiqishi, matkani ishib ketishi, hayz vaqtida pastki bel og'rig'i, ich qotishi va gemoroy. Matka tushishini eng katta ikkita sababi bor. Birinchi sabab tug'ruq va homilani vesi katta bo'lishi. Ikkinchi asosiy sabab bo'lsa bu og'ir ko'tarish. Agar men sanab o'tgan belgilarni hech bo'lmaganda bittasi sizda kuzatilayotgan bo'lsa, aynan shu mashqlar yordamida matkangizni ko'tarib olishingizni maslahat beraman. Bu mashqlar faqat matka ko'tarishga emas, oyoq, son va bo'ksalar ozishiga ham yordam beradi. Eng asosiysi xohish va harakat. Umuman olganda 90% ayollar tug'ruqdan keyin tushkunlikka tushib qolishadi. Bunaqa tushkunlikka tushishi, ya'ni depressiyaning eng asosiy sabablari tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn, qomatni buzilishi, atyoqlar, osilgan qorin va unga tushgan izlar, homiladorlik vaqtida intim zonalarning qorayishi, yuzga dog' tushishi va eng yomoni jinsiy a'zoni kengayib ketishi. Lekin bu muammolarni o'ylab tushkunlikka tushib o'tirishdan foyda yo'q. Aytganimdek xohish va harakat hammasini hal qiladi. Bitta qilib aytganda, agar siz qiz boladay bo'lmoqchi bo'lsangiz, meni mahsulotlarim sizga yordamga keladi. Menda butun tanani ozdiradigan, atyoqlarni ketkazadigan kofe bor. Osilgan qorinni ketkazadigan eng zo'r sifatdagi premium korset, tanangizga tushib ketgan izlarni ketkazadigan rastiyashka krem, intim zonalarni qorayishlari, yuzdagi dog'larni ketkazadigan krem, qin toraytiradigan videlin va noxshikitni butunlay yo'q qiladigan mahsulot. Siz meni original mahsulotlarim bilan qiz boladay bo'la olasiz. Men sotuvga qo'ygan mahsulotlarimdan 10 mingtadan oshiq klientlarim foydalanib natija olib bo'lishdi. Bu natijalarni va otizlarni har bittasini aynan shu kanaldan ko'rib o'qib chiqsangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa yoki qaysidir mahsulotimizni zakaz qilib ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegram lichkamga yozsangiz bo'ladi. Videoda ko'rsatgan mashqlarimni bo'lsa har kuni qoldirmasdan bajarish esingizdan chiqmasin.